1928-yilda Londonning St. Mary's Hospital laboratoriyasida Alexander Fleming bakteriyalarni o'rganayotgan paytida tajriba idishlaridan birida tasodifan mog'or paydo bo'lganini sezadi. Fleming shuni kuzatadiki, mog'or atrofida bakteriyalar o'sishdan to'xtagan. Shu vaqtdan boshlab mog'or, ya'ni penitsilin birinchi keng qo'llaniladigan antibiotik sifatida tibbiyotga kirib keldi va infeksion kasalliklar bilan kurashda burilish yasadi. Hozirgi kunga kelib antibiotiklarning bir necha turlari mavjud va ular juda keng qo'llanilib kelmoqda. Ammo bu mo'jizaviy tabletkalar nafaqat birgina bakteriyalar, balki butun tana a'zolaringizga ta'sir etishi mumkinligini bilarmidingiz? Bizning ichagimizda yashaydigan milliardlab foydali bakteriyalar haqida eshitgan bo'lsangiz kerak. Ular serotonin, GABA kabi neyromediatorlar ishlab chiqaradi. Ya'ni bizning kayfiyatimiz, stressga javobimiz, uyqumiz aynan ular orqali boshqariladi. Endi tasavvur qiling, antibiotik keraksiz bakteriyalarni emas, foydalilarni ham yo'q qiladi. Savol tug'iladi. Ichakdagi mikroflora o'zgarsa, miyaga buni qanday ta'siri bo'ladi? Xalqaro tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, antibiotik ichish orqali yuzaga kelgan disbioz ba'zi odamlarda kognitiv pasayish, xavotir va depressiyaga o'xshash holatlarga olib kelishi mumkin. Ba'zi antibiotiklar, ayniqsa ftorxinolonlar, to'g'ridan-to'g'ri miyaning GABA retseptorlariga ta'sir qilishi, uyqusizlik, vahima, xurujlar yoki hatto tirishishlarga sabab bo'lishi mumkin. Yana biri linezolid. U serotonin darajasiga ta'sir ko'rsatib, serotonin sindromiga o'xshash belgilarga olib kelishi mumkin. Siz antibiotik ichgandan keyin asabiylashib qolganmisiz? Uyqu buzilganmi? Energiyangiz tushib ketganini sezganmisiz? Bu shunchaki tasodif emas. Bu ichak va miyadagi ikki tomonlama aloqa buzilganining belgisi. Bugungi kundagi meditsinani eng katta muammolaridan biri polipragmaziya, ya'ni dori-darmonlarni tartibsiz, nazoratsiz qo'llash. Ayniqsa antibiotiklarni. Ularni shunchaki shamolladim yoki tomog'im og'riyapti deb ichadiganlar oz emas. Va tartibsiz dori qabul qilishning eng xavotirli qismi bu antibiotika rezistentlik. Butun dunyo bo'ylab kasalliklarning yarmi eng oddiy antibiotiklarga javob bermayotgani haqida Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ogohlantirmoqda. Shu holat davom etsa-yu, yangi avlod antibiotiklari kashf etilmasa, bu yengib bo'lmaydigan bakteriyalar va mikroorganizmlar paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. Biz buni qanday to'xtatishimiz mumkin deysizmi? Javob oddiy. Dori-darmonlarni ongli ravishda qo'llashimiz. Antibiotik bu kuchli qurol, ammo noto'g'ri ishlatilsa, u nafaqat mikroblarni, balki miyaning nozik muvozanatini ham buzishi mumkin. Shuning uchun eslab qoling, antibiotik faqat shifokor tavsiyasi bilan qo'llaniladi. Keraksiz dorilar bu keraksiz xavf degani. Siz bilan CEU Med 36.6 jamoasi bo'ldi. Salomat bo'ling.